Yardems arbete under Ramadan fortsätter att göra skillnad för utsatta familjer runt om i Afghanistan. Under denna heliga månad har hjälpinsatser genomförts i 6 olika städer, där många människor lever under svåra och utmanande omständigheter. Genom ert stöd kan vi fortsätta ge både hopp och nödvändig hjälp till de som behöver det allra mest. Denna gång nådde vi fram till 30 behövande familjer i Shebergan, där Ramadan-paket delades ut. Paketen innehöll grundläggande livsmedel som bidrar till att underlätta vardagen och skapa en tryggare situation under fastemånaden. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Afg'onistondan Ramazon oyingiz muborak bo'lsin. Biz de bu Ramazon oyida Afg'onistondagi ehtiyoj sahibi dul ve fakir ailelere gıda dağıtımımızı gerçekleştiriyoruz. Yardım Sweden'den gelen gıdalarımızı dağıtıyoruz inşallah. Allah'ım Yardım Sweden bağışlarından ve tüm ekiplerinden çok Allah razı olsun. Allah'ım sizin işinize ve ticaretinize bereket versin inşallah. Allah'ım siz tuttuğunuz oruçları, kıldığınız namazları, ettiğiniz duaları kabul ve makbul eylesin inşallah. Xudo sizni biringizga ming bersin. Bizlarga ko'mak qilibsiz, sizlarga Xudo ko'mak qilsin. Men bir oyoqdan qolgan 70 ga kirgan xotin, Xudoxonay zavodchilar bizga ko'mak qilibsizlar. Bizlar mana beva bechora bizlar yeyamiz, ichamiz. Mana bir yildan beri oyoqdan qoldim, pishor urdi, qo'lim kor bermaydi, yog'im kor bermaydi. Xudo rahmat qilsin. Har joydan xorijdan kim avati beradi, siz ko'mak qilasiz, aqllariga duo qilaman. Yaxshi ro'z, yaxshi kunga yetishsinlar. Undan izofa bo'lsin davlatlari. G'arib bechorani yo'qlasa, ularni Xudo yo'qlasin. Amin inşallah. İki ayağım avgor. Mana bir tanesi bo'ydan qatta, mana bir tanesi ham plastik. Mana kay. Mana sholatga 4 ta baland bor uyga qo'ynado'zlik qilaman. Mana shuna ko'mak kelsa bir olib borar uyga bir misol bir necha kecha o'tib yeyamiz. Biz mana shu misol sevdandi bilanlardan tashakkurlik qilamiz. Bizga ma'lumlar ko'mak qiladi. Biz xohlaymiz hamisha ko'maklarni bizga idoma bersinlar. Biz ma'lumlar misol ishlolmaymiz, chiqib dega qila olmaymiz. Xudovand bundan izofa qilsin, Xudo kam qilmasin, kanda qilmasin, muhtoj banda qilmasin. Xudovand xolligiy yuzini ko'rmasinlar. Xudovand umri pur barakat bersin, bundan izofa qilsin bacham. Bizlarni dasturxonimizni shod murod qilar, ularni Xudovand shod murod qilsin bacham. Amin robbil alamin. Bu ko'maklar hammasi sizlarning ko'maklaringiz. Bizlar faqat ko'shiq qilamiz, ko'maklaringizni mustaqillarga yetishtirsa inshaalloh. Va bil xusus Yordam Sweden ki Temur aka raslariga bu ko'maklarni bo'rgiga beradilar. Ko'pdan ko'p tashakkurlik qilamiz. Mana buni mustaqillarga bizlar ko'maklar yetishtiramiz. Xudovand sizlardan rozi bo'lsin inshaalloh. Ko'maklar baxayr bundan ko'proq bo'lsin, ko'proq yetishtiraylik baxayr inshaalloh. Sizlarga salom aytaman. Qo'llaringiz og'rimasin, bir jon tashakkur. Va ularga ham tashakkurki sizlarga yebarasizlar. Biyolarga, bechoralarga, ma'lullarga ko'mak qilasizlar. Boshini silaysizlar, qo'llardan ushlab ketirib o'ltirg'adasizlar, tashakkurlik qilib, o'sha bergan ko'maklaringizni bilasiga olib borib, o'ylarni yog'gacha ko'mak qilasizlar. Sizlarga bir jon tashakkur. Amin inshaalloh. Ular ham xonasavod deyman. Shunday qilib bizlarga ko'mak qilibdi, bizlarni shunday yo'qlabdi, ularni Xudo rahmat qilsin deyman.